Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'iston Eronning uran zaxiralarini qabul qilishi mumkin. Ukraina uchun eng dahshatli ssenariy boshlanmoqda. Zelenskiyning xavfli rejasi oshkor bo'ldi. Kiyevdan katta yurish. Ukraina Rostovdagi portni bombardimon qildi. BMT Isroil va Rossiyani qora ro'yxatga tiqdi. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Qozog'iston Eronning uran zaxiralarini qabul qilishi mumkin. Qozog'iston agar AQSh va Eron yadroviy dastur bo'yicha kelishuvga erishsa, Eronning uran zaxiralarini o'z hududida saqlashni taklif qildi. Bu haqda Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Rafael Grossiga tayanib Al Arabiya xabar berdi. Agentlik rahbari shu haftada Ostonada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston rahbari Eronning qurol darajasigacha boyitilgan uran zaxiralarini saqlashga tayyorligini bildirgan. Hozirda Eron ixtiyorida 60% gacha boyitilgan taxminan 440 kg uran mavjud. Bu zaxira AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar markazida turibdi. AQSh prezidenti Donald Trump Eron yadro quroliga ega bo'lmasligi va uran zaxiralari yo'q qilinishi kerakligini ta'kidlamoqda. Eron esa o'zining yadroviy dasturiga bo'lgan huquqini himoya qilib kelmoqda. Bundan oldin Eron o'z yadroviy obyektlari ustidan xalqaro nazorat o'rnatilishiga rozi bo'lgani haqida xabar berilgandi. Al Arabiya manbalariga ko'ra, Tehron ushbu obyektlarning demontaj qilinishining oldini olish maqsadida shunday qarorga kelgan. Shuningdek, Eron tomoni boyitilgan uranni AQShga topshirmaslik sharti bilan Xitoyga olib chiqishni ma'qullagan. Ukraina uchun eng dahshatli ssenariy boshlanmoqda. Zelenskiyning xavfli rejasi oshkor bo'ldi. Vladimir Zelenskiyning Rossiya bilan mojaroni uzaytirishga urinishlari Ukraina uchun dahshatli tushga aylanadi. Bu haqda mamlakatning sobiq bosh vaziri Mikola Azarovga tayanib RIA Novosti xabar berdi. Zelenskiy urushni yana 2-3 yil davom ettirishni rejalashtirmoqda. Agar ular rejalashtirilganidek har yili taxminan 400 ming kishi safarbar qilinsa, bu 1,2 million nafar mehnatga layoqatli va sog'lom ukrainalikni tashkil etadi. Kiyev rejimi nazoratidagi hududda bu vaqt ichida shuncha odamni safarbar qilish nazariy jihatdan mumkin. Biroq bu nima degani? Bu hozirda infratuzilma, sanoat va Ukraina iqtisodiyotining qolgan qismini ushlab turgan ishchi kuchining deyarli butunlay yo'q qilinishidir. Bu aniq fakt, deb yozdi siyosatchi o'zining Telegram kanalida. Azarovning qayd etishicha, Kiyev rejimi ishchi kuchi yetishmovchiligini migrantlar hisobidan to'ldirishga umid qilmoqda. Ammo bu strategiya muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin. Chunki yana 2-3 yillik mojarodan keyin Ukrainadan nima qolishi noma'lum. So'nggi vaqtlarda Ukraina qurolli kuchlarida shaxsiy tarkib yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Harbiy komissarlik xodimlarining fuqarolarni majburlab ushlashi esa janjal va noroziliklarga sabab bo'lmoqda, deyiladi xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda harbiy komissarlik vakillari erkaklarni mikroavtobuslarga majburlab o'tkazayotgani va ko'pincha ularni kaltaklayotgani tasvirlangan videolar keng tarqalmoqda. Shu bilan birga harbiy yoshdagi erkaklar xizmatdan har qanday yo'l bilan qochishga urinmoqda. Ular Ukrainani noqonuniy ravishda tark etmoqda. Harbiy ro'yxatga olish idoralariga o't qo'ymoqda. Shuningdek, uylarga yashirinib olib ko'chaga chiqmayotgan holatlar ham ko'p kuzatilmoqda. Kiyevdan katta yurish. Ukraina Rostovdagi portni bombardimon qildi. Rossiyaning Rostov viloyatidagi Taganrog porti Ukraina bilan bog'liq mojarolar sababli navbatdagi dron hujumiga uchradi. Bu haqda viloyat gubernatori Yuriy Slyusar xabar berdi. Unga ko'ra, uchuvsiz uchish apparatlari hujumi oqibatida port hududidagi tanker va yonilg'i saqlanadigan rezervuarlardan biri yonib ketgan. Shuningdek, hujum oqibatida ma'muriy binoda ham yong'in yuzaga kelgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu binoda jabrlanganlar qayd etilmagan. Biroq dronlardan biri xususiy turar joyga kelib urilgani sababli 2 kishi jarohat olgan.
keyinchalik Taganrog shahri meri Svetlana Kambulova jarohatlangan erkak va ayol shifoxonaga o'tkazilganini ma'lum qildi. Viloyat rahbari ma'lumotiga ko'ra, havo hujumidan mudofaa kuchlari Taganrog shahri hamda Chertkovskiy, Matvey va Kurgan, Neklinov tumanlari osmonida bir necha dronlarni urib tushirgan. Shu bilan birga Rossiyaning Tula viloyati gubernatori Dmitriy Milyayev ham hududda 6 ta dron urib tushirilganini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q va binolar hamda infratuzilmaga zarar yetmagan. Taganrog meri Svetlana Kambulovaning ta'kidlashicha, shahar ommaviy havo hujumiga duch kelgan. Dronlar zarbasi oqibatida postdagi yuk ortish infratuzilmasi va ma'muriy bino zarar ko'rgan. Yong'in qisqa vaqt ichida o'chirildi. Rasmiylar neft mahsulotlari to'kilish holati kuzatilmaganini bildirgan. Ayni paytda Rostov viloyatida dronlar xavfi saqlanib qolayotgani ma'lum qilinib, aholidan ehtiyotkor bo'lish so'ralgan. BMT Isroil va Rossiyani qora ro'yxatga tiqdi. BMT 29-may kuni Isroil va Rossiyani urush hududlarida jinsiy zo'ravonlik sodir etishda gumonlanayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Bu qaror ortidan Isroil BMT bosh kotibi Antoniy Guterrish bilan barcha aloqalarni uzishini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. BMT bosh kotibining Xavfsizlik kengashiga taqdim etgan yillik hisobotida Isroil va Rossiya harbiylari tomonidan sodir etilgan og'ir jinoyatlar bayon etilgan. 2023-yil 7-oktyabrdagi hujumi bilan G'azoda urush boshlashiga sabab bo'lgan Falastinning Hamas guruhi allaqachon ushbu ro'yxatga kiritilgan edi. Isroilning BMTdagi elchisi Danny Danon mamlakatning ushbu guruh bilan bir qatorga qo'yilishini keskin qoraladi va buni siyosiy qaror deb atadi. AQShning BMTdagi elchisi Mike Waltz ham bu qarorni tanqid qildi. U Isroil kabi demokratik davlatni Hamas kabi terrorchi tashkilotlar bilan bir qatorga qo'yishni kulgili deb hisoblamoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sebega esa BMTning ushbu qarorini olqishladi. Rossiya tomonidan hozircha rasmiy munosabat bildirilmadi. Ushbu ro'yxatga kirish davlatlarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri sanksiyalar joriy etishni anglatmaydi. Biroq bu holat mamlakat obro'siga jiddiy putur yetkazadi. Shuningdek, ro'yxatga qayta kiritilgan davlatlar BMTning tinchlikparvar operatsiyalarida qatnashish huquqidan mahrum bo'ladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi BMT bosh kotibi halollik va professionallik qoidalarini buzganini da'vo qilmoqda. Antoniy Guterrish halollik va professionallik standartlarini buzishni tanlaganini inobatga olgan holda, Isroil bosh kotib idorasi bilan barcha aloqalarni uzishga qaror qildi va BMTning yangi bosh kotibi tayinlanishini kutadi, deb yozdi Isroil tashqi ishlar vazirligi X saytida. Yangi bosh kotib 2026-yilning oxirida saylanishi kutilmoqda. BMTning mojarolardagi jinsiy zo'ravonlik bo'yicha maxsus vakili Pramila Pattinning so'zlariga ko'ra, dunyo bo'ylab bunday jinoyatlar soni keskin oshgan. 2025-yilda tasdiqlangan holatlar 2024-yilga nisbatan 100% dan ko'proqqa ko'paygan.